Amerika Kengash palata a'zosi Uyg'ur masalasini yana bir qatim kun tartibga olib keldi. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti sungan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi qabul qilingandan keyin Amerikalik Kengash palata a'zolaridan orqa-orqadan bayonotlar keldi. Florida shtatidan kelgan Kengash palata a'zosi Marco Rubio Uyg'ur diyorida boshqarish siyosati yurgizayotgan Xitoydan hisob so'rash vaqtining bek kechib ketganligini aytdi. Kengash palata a'zosi Bob Menendez bo'lsa, bugun hammamiz Uyg'ur bo'ldik. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlari butkul insoniyatga qilingan haqoratdir dedi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin mudofaa ministri Ramdal Shireveri bilan ko'rishdi. Uchrashda Xitoyning Uyg'urlarga qarshi bostirish siyosatlari, shundaqla Sharqi Turkistonga aloqador boshqa temalar tilga olindi. Shuning bilan birga Ömer Qanat Ramdal Shireveriga Xitoy doiralari bilan ko'rishganda Uyg'urlar uchrayotgan zulmni o'tirg'i qo'yganligi uchun rahmat etdi. Yana bir tarafdan Sharqi Turkiston majlisining raisi Seyit Tomturk, Turkiyaning sobiq bosh ministri va İstanbul shahar boshlig'i nomzodi Binni Ali Yildirim bilan ko'rishdi. Turk dunyosi vakillari kengash yig'inining taklif bilan qatnashgan Tomturk apandi Sharqi Turkiston masalasini va hal qilish takliflarini tafsiliy shaklda o'tirg'i qo'ydi. Türkiye reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyasi ve Türk Kengashiga a'zo davlatlarning qabul qilishi bilan Qozog'iston qurg'uvchisi sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev Türk Kengashining umrlik faxr raisi deb e'lon qilindi. Rayondagi muhim iqtisod, qatnash transport va energiya bazasiga aylangan Qozog'iston Türk Kengashining o'tirg'i chiqishi uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatgan davlatlarning biridir. Amerika prezidenti Donald Trump O'rta Sharqqa taxminan 1500 kishilik harbiy qism avatishini tasdiqlaganligini bildirdi. Oq saroyning bag'chisida Yaponiya safariga chiqishdan burun bayonot e'lon qilgan Trump, rayonga avatiladigan taxminan 1500 kishilik harbiy qismning O'rta Sharqdagi Amerika askarlari va xodimlarini qo'g'dash vazifasi o'taydiganligini bildirdi. Amerika olam texnikasi shirkati SpaceX internet qurilishining bir qismi sifatida ichida 60 dona sun'iy hamroh bo'lgan Falcon 9 nomli raketasini yer sharining yaqin orbitasiga avatdi. Nur kabel va baza stansiyasi bo'lmagan ahvol ostida sun'iy hamroh orqali internetga kirish mumkinchiligini ishga oshirishni nishon qilgan Starlink qurilishi uchun 2020-yilgacha olam bo'shlig'iga 12000 dona sun'iy hamroh qo'yib berish planlanmoqda. Bunun bilan şirket internet aloqasi bo'lmagan Tinch okean qatorliq dunyodagi eng chong joylarni sekundiga 1 gigabayt suratda mavhum dunyoga bog'lay oladi. Fransiyaning Lyon shahridagi danglik Balosir maydoni atrofida yuz bergan bomba hujumida 13 kishi yaralandi. Yerlik taratqularda bomba qachalangan bo'loqni qo'yib qo'ygandan keyin velosiped bilan qochib ketgan kishining izlanayotganligi xabar qilindi. Doiralar buni texi dalillamadi. Fransiya prezidenti Macron voqeani hujum deb atadi va hech kimning hayotidan ayrilmaganligini bildirdi.